Koreyada vafot etgan Nozim haqida bo'ladi ushbu videomiz. Shuning uchun videoni o'tkazib yubormaslik uchun bitta like tugmachasini bosing va obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Do'stlar, Nozima bir tomonda, Avazbek bir tomonda qoldi. Hozirda Avazbek so'roqqa tutilmoqda Koreya Respublikasi politsiyasi tomonidan. Marhamat, videoni ko'rib tomosha qiling. Sizlar rosa qadrlayotgan Dalil.uz akanglar. Avazbek sizlarga anchadan beri yordam berayotgan bo'lsa kerak. Ko'pchilikka, endi Koreyadagilarga, O'zbekistonliklar, sizlar endi просто подписаться bosib kuzatgansizlar xolos. Lekin men sizlarga bitta narsani aytaman. Avazbekni tanimayman, Avazbek bilan ko'rishmaganman, promatda kuzatmaganman. Kecha kuni подписаться bo'ldim, anu Dalilga ham, Avazbekka ham подписаться bo'ldim. Sabab nima? Sabab qani nima bo'lar ekan? Ularni istoriyasini ChatGPT orqali ko'tardim. Ya'ni Avazbek nima ish qiladi deb ChatGPTga yozdim. U ehsan bloger, u mamlaqa deb chiqazotdi. U haqida tarqalgan ma'lumotlar dedim. U haqida ko'p ma'lumotlar tarqalgan, keyin suda qildi. Dalil.uz haqida ma'lumot qidirganimda esa Haypajor degan yozuv chiqdi. Agar yolg'on bo'lsa qidirib ko'ringlar. Hype orqasidan ishlaydigan akkaunt deb chiqdi. Onani jo'natishdi Koreyaga. Ona bordi. Haqiqatan ham o'z joniga qasd qilish. Men sizlarga bitta narsani aytaman, hurmatli fuqarolar. Ekspertiza qo'l ushlanganigacha oladi. Agar urush janjalda yurgan bolalar bo'lsa biladi. Ekspertiza urush janjaldagi bir dona shapalog'i oladi. Ekspertiza uni aniqlagan. Va ularga nimamish? Yana ular bahona topib, u ekspertizadagilar sotib olganmish. Ekspertizadagilar sotib olishi narxi eng kamida 450 ming, 500 ming dollar turadi. 500 ming dollar degan taqdiringizda ham bu o'sha sizlarni Dalil.uz akaylar ham, akaylar ham trak haydasa ham, nima deydi, dadasi vallomat bo'lsa ham foydasi yo'q, sotib olmaydi. Chunki 8 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi bor, yolg'on ma'lumot va jinoyatga sheriklikda. Koreyada esa jinoyatga sherik bo'la olmaydi. Temboli no migrant, ya'ni migrant bular. Fuqarolik olgan taqdirda ham fuqarolarga yordam bermaydigan davlat bizning fuqarolar uchun kino ishlab beribdi. Ya'ni liftdagi kamera bor degandim, to'g'rimi? Liftdagi kameradan chiqishgan, qarabsizki, meni qizim emas, uning cholkasi bu tarafda edi. Mening qizim emas, u bu tarafda edi. G'alati emasmi? Dalil.uz aytsa, onaxon, yuguravermang. Qizingizni xalq o'zi qanaqa deyapti, tushunyapsizmi? Men sizni o'zingizga aytmoqman. Qo'pol qilib aytgandim. Men boshida ilohomin joyi jannatda bo'lsin deyotgandim. U haqidagi kelib tushayotgan Instagramda tarqalayotgan ma'lumotlar o'zi astag'firulloh, Allohu akbar devordim. Bitta narsani aytaman. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Qo'yib qo'ygan joyim bor.